kaston giyip aram beynime sençilik aytanmaydı hiç kim oldu. Muşunda oyna buna peki. Hazır bular talışıvatı da seni çok. Yok aytan. Aşağı talışıvatı da bular seni çok. Ben şimdi bana talışını başladım demek ki. Ay zayıf kızım aslımızı düşündürürsen anlattım ha. Demek ki oğlum benim üstümden 9 orun bika demekçi de. Maksarkılık mühit kuruşuk töküp bir şey tutsa. Karşam kastım giyip apsa, kastım kamırak tek tursa, makamal nahtiz kastım işlep çıkıran. Onda kastım bizimki ha. Mening axir tanlashim Adla. İpek yolun sağdasın, söygünün yok çivrasın, hoş havazla sevdasın, İpek yolun sağdasın. Kelmek bulup sen kelmedin, söz bolsa yalgan meylimi. Veslinge imkan vermedin, veslinge imkan vermedin, küydürse hicran meylimi. Veslinge imkan vermedin, küydürse hicran meylimi. Men sayrıgan bulbul bulup Bulbul ketip kuzgun gacay, bulbul ketip kuzgun gacay, bulsa gülistan meylimi. Bulbul ketip kuzgun gacay, bulsa gülistan meylimi. Mehringe men layık idim, mehringe men layık idim, levzim geçin sadık idim. Sadıklığımdın harlanıp, sadıklığımdın harlanıp, ürtesi vicdan meylimi. Sadıklığımdın harlanıp, ürtesi vicdan meylimi. Yaz geldi tulup kaddi suadan kiludu, kaddi suadan kiludu. Yelpin güçe şu saçı bustan kiludu, yelpin güçe şu saçı bustan kiludu. Gülgünçüsüdün uzlevi xanda kiludu. Billafçımızda dedim pen asmını da, ey pen asmını da. Şu levzige has kılgılı cevla kiludu, şu levzige has kılgılı cevla kiludu.
Tunçsidin uzlivi Xanda külüdü Billa üçümüz dep Dedin pen asmını da Ey pen asmını da Şu levzige has kılgılı Cella külüdü Şu levzige has kılgılı Cella külüdü Cella külüdü Cella külüdü Oy ne aman anlatıyor? Adaş magzığıma dem küçtü polo egen tamak sыңmıde adaş. Bana emes ma doğrusu ya. O John'un korusu ma o. Bekbele ma içip bakar. Allah. O Joe masone. Cayda. Emsin pardon. Rayonumuz karxan sahasida oldin qatar turadigan Şinjan Ojon Sochel şirkati Ojon Qorsuyi mayırlağa omad tilaydi. Növbetdeki mayır 57. numurluq mayır. Merhamet. Bugünkü naq maydonga kelib mahirlar bilan bir uchrashgandan keyin qanday bir hissiyatı bo'lyapsiz? Bir xil bir yangicha bir muhit, yangicha bir kayfiyat shunda yaxshi bir fursatga ega bo'lgandek his qildim o'zimni. İpek Yolu Sadası programımızın körürmünü bulup oturganda naq maydonga kelib mahir bo'lgan hissiyat o'xshamaydi, ha? O'xshamaydi, asman zaman farq. Onda xolsa bugungi ifodangizning texmi yaxshi bo'lishini, o'zingizning yaxshi ko'rgan ustozingizning ham barliq ustozlarning sizga aylanish uchun intayin g'ayrat qilishingizni chin dilimdan umid qilman. Onda xolsa omadli bo'ling. Marhamat. Rahmat. Yaxshimisilar do'stlar? Mening ismim Ershad Jurat. Bu yil 21 yosh. O'zim G'o'ljidan keldim hozir. Urumchida xizmat qilaman. Gitarchilik naqsh etishni yaxshi ko'raman. Birinchi qaror İpek Yolu Sadasini ko'rgan vaqtimda men texi boshlang'ishdan bitamga vaqtim ke'u. Shu chaqda naqsh etib gitarchiliklar qiziqib, hozirgacha tirishib kelyapman. Men yaxshi ko'rgan ustoz o'rilmay qolib qolsa, qaysi ustoz o'rilganmi shu ustozning guruhiga kirib, tirishib texmi bir yaxshi natija chiqarishman. Bilem sen her gün qarab yolunga Mən şamaldın hidinni urayman Keç güzünün akşamı ay ve yulduzdu Üzlerin niye sorayman Bilimsem kechali tushimga kirganda Riyonliqqa qo'llaringdan so'rayman Sada qayturdi gitarning tarzi Kuylardin bir seni izlayman Yanımga kelip gel Yürüküm eğilip gelsen o Yar yanımga kelip gel İnimdi Мәңгілік кесің мұң Yanımga kelip gel Yürüküm eğilip gelsen o Yar yanımga kelip gel
kessen mi? Mengülük kessen mi? Bilem sen her günü qarab men yolunga Meyin şamaldın edingni purayman Kech kuzning akşamı ay ve yulduzdu İzlerim ne yaşarayman Bilemsin kechalar tushunga kirganda Riyonliqqa qo'llaringdan so'rayman Sada qaytardi gitarning tarsi Kuylardin bir seni izlayman Yanımga kelip gel Yürükümni ilip gelsen o Yar yanımga kelip gel İnimdin mengülük kessen o İnimdin mengülük kessen mo Mengülük ketsen mo尊敬的各位斗士们好，我是来自伊犁的选手伊尔夏天。Yaxshimisilar ustozlar? Men G'o'ljidan kelgan Mayir Irshad Jurat bo'lman. Qarshi olaman. G'o'ljidan kelganda qo'y. Pek uzun bo'lib ketgan Irshad. Irshad meni qishimga qancha yosh vaqtim o? 18 yosh. 18 yosh vaqtida kelgan 25-20 kirdingmi? 22? 21. 21. Hem 3 yil bo'libdi degan gap. Yechinglarni birga o'tkazganman. Yaxshi fikrim. Yeching o'sab ketgancha ishladim. Asli qoida bo'yicha men tanlab olsam bo'ldi o'zimning yaxshi inim. Ammo bizning qishimizda jihnasi o'ganda bundan keyingi turmushida yana boshqa ma'lumotlarni qilishdim turib baqsin dedim. Yaxshi gap. Yaxshi fikr. Men o'rib bo'lgandan keyin keyin Çammısan buldu onunki. To'xtab qolsan. Bakacılık tötünü yürüp aldın da. Bakardım ma tötünü sirik qilib oldim deysan. Qayta aytmagin ona bayqildi. Hem Polatka marlaqdan chekinib chiqdi. Hem qag'aj tötünü jadalga salaman dedin. Polatga nima gap qildi lekin. Naqshon bek payzi. Avval Naqshonga rahmat. Shunda chiroyli aytib berdi. Rahmat. Shuning uchun o'rildim men. Haqiqiy naqsh yetishni o'rganibsa. Rahmat, rahmat. Seni ameliyatda tarbiyalashmi ketmaydi ekan. Ha, Polatka. Tarbiyalanib mishinchik bo'ldi deysan. Tarbiyalashmi ketmaydi ekan. Shunglashqa nima ketar ekan desan shu birga hamkorlashib, to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, birga mangadigan qo'lingdan tutib, o'rim ketadi. Xulashqa bizningki Ramlidar rivoyat ko'ribsi. Seni qizg'in qarshi oladi. Irshad sen oldin qatnashdingmi İpek ulaga?
5-ci qararı qatnaşdın. Sen 3 yıl jarayonida o'zgarish bek zo'r. Biz şu vaqt tunishgan esatilla. Hozir qarasam, men naqshida menga bergan ta'sir 5 yil platkamning hissiyati bor. Keyin zohir sening ovozingga o'xshash bir yengsa chiqqanligida anglab qolsangchi, o'tirlarga kelir menga bergan ta'siri. Seni sana o'xshaydigan bir yengsarim chiqarib, hozir sen to'liq rast degandek 3 yil jarayonida hozir hamma naqshlarni o'zingga yug'urib, o'zingni bulash uchun harakat qilib taraqqiyoting zo'r bo'ladi. Menimcha bu platkam bilan necha vaqtingiz bilib yurganingning foydasi bu. Şuna biz sana o'rindiq aylandirdik. Qaysi gruppni tanlasang, qayerga kelsang, platkamning ana o'zi dediği qolgan gapni. Boshqa grupp bildin. Yana kamchiliklarni o'rganaman desang, biz davomli san xizmat qilishga tayyor. Demak, sen chekinib chiqding. Yo'q, men chekinmadim. Mening ovozim o'xshaydi. Yo'q, men xiyolimniki dedim. Men rostga qildim adam. Sen Komil nima hamda bunda xato belgi suraysan bo'ldi. Hamda shu Adila adang bilan G'o'ji qoldi hamda. Xotirjam bo'laman demoqchi qo'ysan. Sening ovozing hech kimga o'xshamaydi. Bizning shunda og'imiz bor seni. Ammo kelishingni men hozir 5 qo'llab qabul qilman. Mana yaqin arliq. Ammo deganda xato belgi suraysan bo'ladi. Tunmaymiz emas, bu elimiz abi platkam degandek. Bizga bir necha yil bo'lib qoldi. Hali kunda ko'rishib bu paranjib tunmog'imiz bilan ko'zak salom soatimiz joyida, mush inimning gitar chalib klublarda naqsh aytadiganini shaxsan bilamiz. O'zim kasb ajoyib tirishchan, odamiyligim shunda yaxshi. Qog'iniga mana bashimiz o'rildi o'xshaqam. O'zing ko'nglingga birsini pikib kelgan bo'lishing mumkin. Balkim platkamni pikib kelgan bo'lishing mumkin. Platkam mana bizga cho'ng olgandikka yo'l qo'yib, mush qaysi guruhga kirib olsang bo'laverdi dedi. Shuni qarorni kallangni chashmay qarorni gachchada chiqar. Vaqtni ammasi lekin menchi. Rahmat barliq ustozlarning men uchun o'rindiq aylantirib, mening naqshamni yaxshi ko'rgandan bek xush bo'ldim. Hammanglarga rahmat. Mushunchalik ras akam plakamdan degandek mushunchalik naqsh etishlarni o'rganib, eng muhimi shu sahnada qanday turishdan boshlab bizga o'rgatib, mushunchalik qilgan aka rahmat sizga. Akamdan degandek akam ko'pni-ko'p doim bizga degan gap jixni o'rgan, ko'pni-ko'p deydi. Şu akam bugün bana bir fursat berib, başqa ustozlardan mı çoxum ders al. Shunday yaxshi taklif fikrlarni berdi. Manglarga rahmat. Shuni bilan birga mening eng oxirgi qarorim tanlashim bo'lsa. Zahir Şah ustoz. İpek yolu sadasın, sürgünü yok çivrasın, hoş havazla seydasın, İpek yolu sadasın. Ya da sen Türk gitsen o zirkeye pırkı. Ye. Karasın zirkte de ben mirasından latıyorlarını yapıyorum. Ya ama doyun veşi xoğu bu. Bu bek teyze, kara, çoğun küçük işki kal çıkıda tetip baka şununla aksa. Ben miras latıyorlarını biz nakşı yitip ziriksem iyi vatımız abi. Ma açık ya ma ya? Pişigönük ya. Pezik yaptım bu. Oyunumuzda serkertlik rol oynayotgan miras çekiliş şirketi Mayırlarga Ahmet Aleydi. Parlıyor. Güzel Abdüali, hoş geldiniz. Yaxshimisiz? Tayyorliklaringiz puxtimi? Ha, puxta. Sahnada o'zingizning ifodasini texim yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Eng yaxshi holatda o'zingizni joriy qildiring. Biz sizni mana shu yerda saqlaymiz. Arzu armonlaringizning amalga oshishini chin dilimizdan umid qilamiz. G'ayrat qiling. Jayo. Şinjan Ojon Soğut Çekiliş Şirketi programımızın tajdorligini aldı. Programımızda Şinjan Miras Şirketi alayı talep qildi. Programımız bilan Şinjan Kamal Soğut Çekiliş Şirketi stratejilik hamkorlashdi. Programımızda Şinjan Başparmak Yezi İgilik Taraqqiyot Çekiliş Şirketi alayı qo'lladi. Şinjan Ramnidar Xalqaro Soğut Çekiliş Şirketi programımızga yaqindan yordam berdi. Ay dostlar, yaxşımsizlar, men naqshchi do'stonlar, Güzel Abduvali bo'lman. Men Urumchidan keldim. Bu qatimliq, ya'ni 7-qara Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashganimdan intayin xushalman. Bu qatimliq Ipak yo'li sadasida Po'lat Tursun ma'lumdanki, shu naq maydon musiqalari bilan chiqadiganligini anglab, mush qatimliq musobaqaga yana kelishni qaror qildim. Birinchi qatimliq Ipak yo'li sadasi programmasini men 10 yil burun ko'rgan, ya'ni 2014-yili. Shu vaqtida ko'riblam shu programmaga qatnashqim batdi. Agar men yoqtirgan ustoz men uchun o'rindiq aylantirmasa, men balkim boshqa ustozlarni tanlamasligim mumkin.
3-cü qarar İpek yoluga qatnaşqan vaqtımda Nurnisa Abbas ustazdınki gruppasida nurg'un bilimlarga ega bo'lgan. Bu qatımlıq İpek yolu sadası qatnaşış arqalıq Bulat Tursun malımdan shunday maydon musiqalarini o'rindash uslubi to'g'risida bilimlarni o'rgangili keldim. O. Mana ham sen. Ну, sapmışdan qo'mirxon. Uxlaylar ekan. Mana.遥远的地方有个女郎，名字叫做耶利亚。有人在传说，她的眼睛看了使你更年轻。如果你得到她的拥抱，你就永远不会老。为了这个神奇的传说，我要努力去寻找。遥远的地方有个女郎，名字叫做耶利亚。有人在传说，她的眼睛看了使你更年轻。如果你得到她的拥抱，你就永远不会老。为了这个神奇的传说，我要努力去寻找。耶利亚，神秘耶利亚，耶利耶利亚，耶利亚，神秘耶利亚，我一定要找到她。耶利亚，神秘耶利亚，耶利耶利亚，耶利亚，神秘耶利亚，我一定要找到她。Boom, boom, 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 boom. Ik ben kan praten dan, maar ben zo overgel. Maar ben zo ik ben kan praten dan. İşte rahmike. Yelia, shimmy Yelia, Yeli Yelia, Yelia, shimmy Yelia， 我一定要找到她。Yelia， shimmy Yelia， Yeli Yelia， Yelia， shimmy Yelia， 我一定要找到她，我一定要找到她。我一定要找到她，耶利亚，神秘耶利亚，耶利耶利亚，耶利亚，神秘耶利亚，我一定要找到她，耶利亚，神秘耶利亚，耶利耶利亚，耶利亚，神秘耶利亚，我一定要找到她，我一定要找到她，我一定要找到她。
各位老师好，我叫古扎里阿布杜维里，我来自新疆乌鲁木齐。Ustozlar yaxshimisizlar? Ko'raman do'stlar yaxshimisizlar? Men Güzel Abduvali Urumchidan keldim. Oğul bana namaz olsaydı Men da shunda ovozimiz o'zgacha ekan. Bu naqshni bekshi yamroq demma. Biz hattoki o'zlashtirgan bu naqshni. Marhaba jinim marhaba. Chiroyli naqshlar bu. Bek chiroyli naqsha. Mangadu debmi? Ya. O'zimiz yoqtirganligimiz uchun. Benzosini qanaq shundoq chiroyliqlar aylabdi. Benzosini bizning uyda bolalar bilan maslahatlashib tonchilu yin qilib kelgandim. Fayza. Siz uyda o'ynayotgansizda. Alamat. Urumchida ma'lum Urumchida. Ishlamisiz? Fubada ishlayman. Yaxshi o'zi. Aslida mundaq kenda. Polatga. Qashlarimizni munda aytib qo'ysangiz-mi, xafa bo'lib ketmaydim. Men o'g'ilning ovozi bir xil. Lekin yaxshi bo'ldi. Polatkam o'rildi, mana xush bo'ldi. Fayzi. Qo'ying. Naqshinizga rahmat. Yipek yo'ling sadasin, sevgini yo'q chegarasin, xush ovozlar saylasin, yipek yo'ling sadasin. Ay bugungi tug'ilgan kiyimga ishni o'ylashdingiz? Bugungi kiyishingni bilmadim juma. Qarsa Milli Kamal markasiga kastorlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarishimlikka. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunday qilaylik bo'lmasa. Ana qilmaymansiz. Cesur yigitlerning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Kamal xalqaro so'l şirkati Kamal kiyim-kechakları mayırlarga omad tilaydi. Karim yok hazırlı bir sivetli. Köygüm ketdi. Direkt ketken kan, çoğunlar ke. Oy. Kamal kam tushkunni qaragani bir gap bor. Tamoshoyi chemen hoja Çunanca bulmay ehli panaga encümen hacet Bala deştiydi ki avarilerinin halini sorma Ki andani guluni bulbuluni Nikuhken hacet Seher vakti sabayet güldü Zulfun taridin boyu Müetter oldu alem bulmadıymış ki Müşki hoten hacet Cunun bazarda resvalidimni Vay baisi oldu Bahaga almadılar yok Kendük mağmen hacet Gümüştü usthanımni Anın koyuğu taşlanlar Şehid işkine tabut Nigurur Vay kepen acel Navai yarının astanesini Vay tıprağı buldum
sehra ni şehri ni vatan hacet aya derdim vay derdim Rahmet Allah rahmet. Bugün hem de müşün nevrem oğlum Muhtar'ın dimsi bilen telbi bilen bir yere çıkıp kaldım. Onun rahmet, akasınlağım rahmet. Yaşka çoğup kettim. Onun üstünde salametliğim tazı yakşı bulmay. Oturup mülazim etip kaldım kişiresle. Rahmet ustaz, rahmet. Salamet bulan. Rahmet, dino salamet olsun. Ömrünüz uzun olsun. Abdülşakir muqam bilan ömür vayet bağlanıp gelgen insan. Abdülşakir dese Cunha medeniyet gazinesi bir baha göher boğan 12 muqam hemmimizin köz aldık gibi. Abdülşakir dese ili deryasınınki şavqulları hemmimizin isi kilidir. Abdülşakir dese Tianshan'ın cenab şimalideki kalple lerzik kilidir. Abdülşakir meninki küçük buvam buldu. Her qitim meninki işlerim bolsa ve Yipek Kul'nun işi bolsa muşundaq haletdim o. Özünün erkekligini ifadelep mening yenimde turdu. Men bütün programma grup namıdan sizge köpten köp teşekkür bildirimen. Bizningki muş ustazda qo'shuvunda Şinjan Muqam ansambıldan 2 adam var. Birisi Polat Tursun, yani birisi Kamil Celal. Kamil Celal sen 2 qiz gap qila. Ha, aldı olan ustazning bizning şehir sahnimizni kichik ko'rmay kelib bizga eng yaxshi muqam etib berganligida intayin xush bo'ldik. Ustozdan bir sahna turib olib mana bir gul taqdim qilish fursatiga erishgan muhtaram rahmat. Ustoz salomat bo'lsin, ömrünüz uzun bo'lsin. Mush gap qilish fursati kelganda bir hikoya vatib 5 minutlik mashina bir deyolsam. Mikrofonni qo'limga elib birmiz gulni berib olib bir ustozdan qo'llik mikrofon. Anglayapmiz, anglayapmiz. 10 yilning oldida Süydinge biz bir toyga berip kaldık, balla bilen berip. O yerden bir muqam ettim, muqam etsem 10 neçe yılın aldı da. Biz babamın isi babamın şunu alıp muqamını etip bulap sırtı kışketsek keynimizden izlep çıkıptı mini. Ustaz izlep çıkıp abay muqam etken balam kaysen dedim. Men desem beni şu vakit kucağılap durup sen bir yaxşı muqam izbasarı bulaydı ekensin bana şuna bir rağbet bergen şu vakit. İsiniz geldi mi? İsiniz geldi mi? Res. Beşim kökke yetken şu rağbetimizden. Salamet bulan. Şu çağda siz medet bergen Kamil Celal, Azir, muqam ansambılda golluq bir azaga aylandı. Onun üstüge mana 2 karar Yipek Guli sadasınınki ustazlar qo'shuvunda o'tadi Qizil Urundiqda. Sizning madadlarınız ve sizge o'xshash bizning peshvolarimizning madadlari mushu bizningki Yipek Guli'deki ustazlarga ve mahirlarga, yaşlarga, yeni devir avantgardlarga zor medet oludu. To'g'ri. Salamet bulan ustaz. To'g'ri qilishdi. Aldı bilen muhtarkam rahmet pek süyümlük bir ustazlarımız bilen yüz görüştürdünüz. Paşa kız edem bizge saarimizde bağ olsa Abdülzikam bizge tağ. Şuna ömrümüz uzun olsun. Rahmet Salamet olsun. Ben şunchalik yaxshi ko'rman Abduz ustozningki ovozini, aytgan muqomlarini. Menga shunchalik bir tetimliq anglandi hamda Мәңгі isimden o'chiranmaydigan, мәңгі qalbimda qoldigan bu ovoz bir betakror ovoz ishkanligiga shartsiz ishonaman. Salomatligingiz texmi yaxshi bo'lsin, oltin temingiz omon bo'lsin. Menmi garchi modoslub naqshi deb turolmay, muqomlarni texmi yaxshi o'rganib, muqomni texmi yaxshi o'rindashga tirishiman. Rahmat sizga. Senin bilan yordam qilmayapman. Abduzada
Teniniz salomat bo'lsin. Sizlardek ustozlarninki ochgan yo'llari bilan biz bolaligimizdan tortib toki hozirgacha sizlarning naqshlaringni anglab cho'ng bo'lib, sizlar ochgan yo'llar bilan sizlarning izinglarni besib mushak kelyapmiz. Baxtimizga salomat bo'linglar, ama eson bo'linglar. Rahmat. Salomatchilik bo'lsak, 200 yoshga kiring. Rahmat. Salam abuz bova. Oldi bilan shu barcha ko'pchilik nomida rahmat aytamiz. Nimishqa sizniki bugungi sahnaga kelganingiz bizga, jumladan musobaqa qatnashayotgan barcha mayorlarga zo'r bir ilhom bo'ldi. Shunga ko'pchilik nomidan rahmat aytamiz. Tiningizga salomatlik tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Biz abuzikamninki ta'rifini qancha qilsak arziydi deb qaraymiz. Ömrünüz uzun bo'lsin, tileklerga ulaşsın, yeşiniz boyunguzdek uzun onun deyken hem de bizim iş emellerimiz oylığınımızdan mı kattı olsun. Rahmet sizge. Rahmet. Rahmet olam. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshash kirama bash barmoqdan yong'oqmay ekan ma'vo sizning shu ya. Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashma emasmi? Men bir ochay bunarsini. Shuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu bash barmoqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'ydikilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'ydikilimga xo'sh qilib o'tmaylikmi? Hammasi. Birinci derecelik mukofotga erişken Mayer'ni Şinjan Hocun Soğuçek şirketi 20 milyon kıymetideki pianino bilen mukofotlaydı. İkinci derecege erişken Mayer'imizin olsa Şinjan Miras şirketi 15 milyon kıymetideki elektronluk royalı bilen mukofotlaydı. Üçüncü derecelik mukofotga erişken Mayer'ni Şinjan Kamal Soğuçek şirketi 10 milyon kıymetideki mikrofon bilen tartıqlaydı. Dördüncü bulgan Mayer'in olsa Şinjan Başparmak Yez İgilik Fen Teknikisi Terakkiyat Çeklik şirketi 5 milyon kıymetideki gitar bilen mukofotlaydı. 5. derecege erişken Mayer'imizni Şinjan Ramnidar Halkara Soğuçek şirketi 3 milyon kıymetideki tutları bilen mukofotlaydı. 26-69 Halmurat qarşı alımız, İpek Yol Sadası programımızga kelginizning qizg'in qarshi olamiz. İpek Yol Sadası programımızga Abdunur rayonimizning har qaysi joylardan har millat xalq omuz qatnashadigan ko'ngil echish tipdagi yaxshi bir programma. Bugungi programmada qanday bir arzu armonlarga keldingiz, shuni bir anglab baqsam. Bugungi programmaga men o'zim tayyorlab kelgan naqshini o'zimning o'ylig'imdagi yaxshi bir joriy qildirib, ashta bir e'tiborsam nega arzu armonlar bilan keldim. Tayyorlig'ingizning intayin puxtaligini, ro'yaltingizdan tashqi qiyofatlaringizni biz his qilib turyapmiz. Bak, astoydil tayyorlik qilsiz, albatta sahnadagi ifodangizning mana shunday yaxshi bo'lishini umid qilaman. Unda bo'lsa, xayrat qiling. Marhamat. Salam ekran oldi ko'rganlar. Mening ismim Halmurat Xo'shmat. Men Xotan Gumunaya Navobat Tojik milliy sizdan keldim. Men birinchi qismda İpek Yolu Sadası programmasini ko'rayotganda oliy maktabda o'qiyotgan mezgillarimda, bunu 10 yıl burun 22 yaş vaqtlarimda. Agar men ko'nglimga pukib kelgan ustozim men o'rindiq aylantirmay qo'yib qolsa, yana davomliq men o'zimninki alaylikni joriy qildirib programma davomli qatnashishni umid qilaman. Mening 7-qarar İpek Yolu Sadası qatnashishdagi asosli maqsadim pul tepish yoki inovat tepish emas, o'zimda bor bo'lgan ortiqchilikni joriy qildirib, o'zimning kasbdagi iqtidorimni bir sinab beqish maqsadida keldim. در چشم بینا گوهر چه زیبا فرزندی شیرین در بر چه زیبا در چشم بینا گوهر چه زیبا فرزندی شیرین در بر چه زیبا از من نرنجه یارو عزیزم بیختر زی دنیا مادر چه زیبا
از من نرنجه یارو عزیزم بیختر زی دنیا مادر چه زیبا مادر مادر دلزارم تویی مادر مادر بیازارم تویی مادر مادر یک تایم تویی مادر مادر زیبایم تویی مادرم گریان گاهی میخندان مادرم خندان قامتش خم شد بجانی پزمان از جمله دنیا مادر تو زیبا گاهی بیگریان مادرم گریان گاهی میخندان مادرم خندان قامتش خم شد بجانی پزمان از جمله دنیا مادر تو زیبا جهانی داران بی مادر هیچ است بی ساعتی سودا بی مادر هیچ است 3 سالی سودا بی مادر هیچ است از جمله دنیا مادر تو زیبا مادر مادر دلزارم تویی مادر مادر بی آزارم تویی مادر مادر یک تایم تویی مادر مادر زیبایم تویی debdi men canan çıraylı Bana o'xshaydi balam çiraylı Ayrılgan çağda bildim ki içken hemdin anam çiraylı Anam anam mihmanım anam 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 vicdanım anam hey anam anam bayrağım anam 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 çıraylığım anam Yaxşımısınızlar ustozlar. Ben Xotan Gumanaya Navobat Tajik Milliyisi'den geldim. İsmim Xolmurat Xo'shmet. Hoş geldin. Bu sabah dişim kendine. Siz mi? Öğrenmepsiz mi? Yok ben bilmesem. Ben sabah dişim de bilgelerge öğrendim. Ya demek ki oğlum. Bir habersizde aka. Hazır kurep mana qarab tundum. Biz hesap senet şöyle bildik gane. Doğru. Nima kesib bitagan tanısan? Ben usul ma'rifini bitagan. Anam chiroyli degan naqshini shunchalik tajik. Men boshda buraya olganda qilmadim yo'q, lekin ajab chiroyli bir tojikcha naqshga degan bir his tuyg'uda aytibdi meni. Demak, shunday yaxshi o'zlashtiryapti. Bibi sen hem canını ita alamsa ya. To'liq tayyorlik qilmaydim ketgan. Tayyorlik. Estarak naqshimiz yana birini anlab baqsaq bo'ladi. Cheki barani shirin. Degandekcha andin qolgan gapni deysak. Yaxshi ko'raman. Tanho mi dardane inun midunam hame tu bain dilam biku chakardi Muanim dedi ben tu ba dilam
توی مران یادیلم تو بجا گذاشتی واسی دردیم عاشقم میجونی جفتیمون نسم عاشقم میدونی خیلی بی کسم این دلم همیشه بیقرار توه عاشقم میجونی جفتیمون نصیب عاشقم میدونی خیلی بی کسم این دلم همیشه بیقرار توه Gruppaga bir yangi tuz qo'shildi ekan-da. Chiroyli. Gumnanki maxsus şu Tacik bir yesi var. Ben bu nurgun yıl burun bağlan. Bek chiroyli yezi. Musi Tacik bizning vatanimizdagi nopos az o'g'an bilan mesela kurashkam ishlagan iliq usul var. Qo'yash qilgan kishilar. Qo'yash. Şunu dinkin texim jiqadamlarning diqqatini tortgan rasga qilsam o Tajikcha naqsha, usul qatorliq. Abayqa naqshi, o'zi aytgan naqshidan hozir ma Çinçang aytgan naqsi texim ta'sir qildi odamga. Shunga shu tijida, shu jeda deymiz. O ashundaq o'zining ashlan narsalari bilan qatnashgansiz texim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Feyzi bo'ldi. Feyzi. Shuna chiroyli. Miras gruppaga kirib bizning miras gruppamizningki husniga husn tusiga tus qo'shishingizni chin dilimda umid qilmayman. Miras gruppasi shunaqa biz qarshi olamiz. Aldı bilan inim Abdusami Erkinninki nadir ijaratlaridan biri bo'lgan Anam chiroyli degan naqshini sen o'zingning tilida, shu tojik tilida aytib bizga sunganligingga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz biz. Furoq ba, shunga hozir men o'zim Aşı Tacik naqshini birini aytib baqqanda gerim şuti. Milliy o'zingning milliy furoqlardan boshlab hissiyatni joyida. Shunga mening gruppamga kelishingni qizg'in qarshi olaman men. Shaxsiy. Rahmat. Bu jaqon saboqchisingiz qizga gaqalanglar da. Men buni xapimma deyishdan boshqa nima deyman-da? Men apos so'rayman, aning kendan. Lekin o'rildik. Yana bir qatam tabriklayman nimishqa? Kamil akam, Adil adam, Polat akam, uch ustoz o'rildi. Bu bir acayip yaxshi bir ish bo'ldi. Mayli qaysini tanlashingdan qat'iy nazar, hammasi o'zining ayrim uslublari bor. Acayip yaxshi naqshchilar. Endi men shunday olsun Kamil akam tavsiya qildim. Xo'sh. Rahmat ustozlar. Hammanglarning naqshlarni yoqtirib, anglayman, yoqtirib, e'tima. Bergan bayonlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening oxirgi tanlashim Kamilci. Yıkmak yolun sağdasın, söygünü yok çivrasın, hoş havazlar sevdasın, yıkmak yolun sağdasın. Adaş yaxşı mı? Yaxşı adaş. Yaqın yaqtirandek yaxşı onu işletatsa. Hemen yaqın bu Ramnidar Marks'taki bir yürüyüş mahsulotlarını işletatqatdim. Körüp bakay. Bunun içinde kirpik uzatışlar ki, ondan keyin aqartish buyumi bor ekan. Aqartishmay bak, teriga bak yaxshi singdi ekan, ishlatib ko'rib baqay. Ma'qul, rahmat, men ishlatib ko'rib baqay. Ma'qul. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Xinjiang bosh barmoq yezi egilik fan texnikasi cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda go'zallikni so'yguchi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Ramnidar markasidagi ishonchlik girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan Mahirning numeri 63-cü numar. Lövşə Sanha. Hoş geldiniz İlham. Sizden bir soru sorğum kelyapti. Yeni tunji İpek Yoldaş programmasını ko'rgan vaqtingizda siz qancha yashdingiz? Tunji ko'rgan vaqtim 22 yoshda. 22 yoshda shunaqa. Hozir shu vaqtda o'tirib o'ylab baqsangiz, "Hey, men bu sahnaga chiqamanmi?" deganlarni o'ylaganmidingiz? O'ylaganmidingiz. O'zingizga ishonchingiz bor deyish chaqdan tartib shunaqa. Sahnaga chiqa oladiganligingizga va shunaqla ustozlarga o'rindiq aylantirdiganmi ham hozirmi ishonchingiz bor shunaqa. Bo'ladi mana shu ishonchingiz bilan, mana shu jasoratingiz, g'ayratingiz bilan sahnamizdan chang chiqarib o'tishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. G'ayrat qiling. Chayo. Özüm şiraz diyarda kelgan İlham Mehmet'im bo'laman. Bu qitim İpek Yol savdosiga qatnashgan sababim
Үзем бурынла музыкага жөнүндө кызыгышым бар. Үземни ушундан муш бир кытым бар сынай деп, шуңа катнашым.世界上有很多的东西，生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律。触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔向你，你也不能一个人离去。我们在一起说过，无论如何一起经历了风雨，平平淡淡，安安静静的老去。世界上有很多的东西，生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律。触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔向你，你也不能一个人离去。我们在一起说过，无论如何一起经历了风雨，平平淡淡，安安静静的老去。我们亲密的相拥，我也孤独有一天。无力是我们最后难免的结局，失去是我们最后释然的结局。大家好，各位导师好，我是来自石河子的İlham Mehmet'imin. Aziz ustazlar, mush vaqtlarga xayrlik bo'lsin. Kameni Şiğanzda yerden kelgan İlham Mehmet'imindan hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Qarshi olamiz. Bizden
Sanat maktabida o'qiganmi yoki boshqa kasbmi? Yo'q. O'zim kompyuter kasbida o'qigan. Alloh Ahmet Ballabon kilovatr Sağolun aka. Hojatdan ikkimizdan kasbi bir aka. Kuchonlar bizni uyga. Men birinchi qatim o'qigan kasbim kompyuter bilan ingliz tili-chu. Naqshiniki birinchi misrasida o'yrilib oldim. Nimishqa desang, hissiyotimga qo'l qo'ydim. O'zing necha kirding? O'zim 26 kirdim. O'zing 26 kirgan bilan rasmiy shu 40 kirganda o er kishining ovozi pishidi deydi. Sening ovozing 26 kirgan pishib bo'libdi. Meyvalab turasiz. Men seni shu hissiyotingga, shu naqshiga kirgan hissiyotingga, ovozingning ulaydiligiga birinchidan qoyil bo'lib, birinchi misrasida bosdim buni. Oxirigacha 2 botulka o'jonni ko'tarib, qo'l bilan anglatdim. Bizniki Ramlidar rivoyat gruppasi qarshi oladi seni. Sizdan qarshi oladi, Juma. Naqshini pek sifatli o'rindi-da. Uning ustiga sahnadagi qiyofatlaringizmi, yasinishlarыңizmi, shunchalik shu sahnani qanchalik hurmatlaydiganingizni, o'zingizning kasbchiligini bizga yana bir qatim, mundaq mayirlam ekan deb his qildirib qo'ydi. Rahmat. O'zingiz uning ustiga shu kasbni o'qimay turib, yana shunchalik bir sifatli bir asarni elib chiqmoq bu baktas ish. Shunga men o'rilmay turolmayman. Agar mening miras guruhimga qadam tashrif qilgangiz kelsa, qanaq? Qarshilamiz qani? Men deyman, Zoir. Qarshilamiz. Bu bolalar bizdan tayyorlikkan. Biz amaliyotda Yipek Ulu sadasidek bu sahnaga chiqqan vaqtimiz bu baldan cho'ng yashimiz chiqqan amaliyotda. Hozir bolalar yashi kichiklab 20 necha yosh, 19, 21, 22 yoshlar sahna ko'rib hozir san'at yo'li oldiga menayotgan gap hozir. Shundaymi? Shunga sahna bo'lganlik uchun. Sen nayt yaxshi aytding bu narsa. Chiroying menga o'xshab qolgandek bir holat bor. Fikrlaringlar. Xurum o'xshaydigan bir yeri bo'lsa, ta'til qurimlar ketib bor. Şuna bizden görüp baş parmak görüp sıkıysam karşı alamayız. Sağamda artık bağ gap yok pişipse hazır. Lekin kalan yani kemçeliyalarını biz kıladigan işimiz biz kolumuzdan kelişçe sen hizmet kılışık teyya bizden görüp bak. Karşı alamayız. Ayığın çıraylık ki demek senin yolan ucu. Şuna Kamal grupsuga kelişini halısan mı? Biz mi kızgın karşı alamayız. Kalan hem de üzerinin oyluğunu ba. Ama üzerinin oyluğunu kımamayınca. Ne hiç onu senden 4-5 ay çoğun. Şu akıllarını gibi anlap koyup kam. Mesela yakınla mı da düşse, kilise grubu kandan ayakıl varsa otursa, töteden bak korkmaysa. Ben de yana bir mühim gap. Etrafına nazar sal, kucağına yoga aç. Kabul kandagında jumbanma. Kucağına yoga açıp etrafına qarab bak. Bazı orunduqlar toşap ketey dep qaldı. Bizden orunduq teqib bakka. Biz zalqı başqalar A grupa kirishni xohlamay baka qilayotgan o'rin emas. Bizda talab bakroq qattiq. Bizga bak yumshoq. Lekin boshqalarning yumshoq bo'landa, jilaman bo'landa qarimiz yo'q. Talab ancha qattiq emas. Lekin sana berilgan kapolatimiz nima desa? Cho'qim mushu yo'lda aylanma yo'llarni jiqmayib ketmay, tuz yo'l bilan sen o'ylagan maqsadlaringga, nishonlaringga yetishingga har qaysi jihatdan jumo biz haqning ishini qiladigan odam emas, biz o'zimizning ishini qiladigan odam. Mavo haqning ishi emas, o'zimizning ishi shu. Shunlashqa sen o'ylagan qisqa muddat ichida o'ylagan maqsadlaringga yetishing uchun qulog'ingdan ching tutgan pete, mayli sen mushu Ipak yo'li programmasida bo'lbunma, men seni tunib oldim. Oxirigacha sen bilan cho'qim bir nonni tang yalaymiz. Men shunga kapolat qilaman. Sen ko'nglanga cho'qim beshimizdan birni fikib kelding degina. Shu ko'nglanga fikkan bo'yicha tanlagana. Sen bilan oxirgi tanlashim Ipak yo'li sadasi, suyguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, Ipak yo'li sadasi. Ipak yo'li sadasi, suyguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, Ipak yo'li sadasi.
Kadın ipek yolida Caranlaydı kongura Giderkenleri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok iyisi Nur kaytıdı yürekke Küç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke Küç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke İpek yolu sadası Süygünün yok şigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok şigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çigrası İpek yolu sadası Kuş avazla seynası Kadın ipek yolida Caranlaydı kovurak Giderkenleri dalağa Küy nakşimiz bekira Bir yürekten